Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. Taniqli xonanda va madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov haqida bugun tongda kutilmagan xabarlar e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Ozodbek Nazarbekov ba'zi san'atkorlarning behayo qo'shiq va kliplarini erkinlik deb atadi. Erkinlik desangiz toqat qilishingiz kerak. Ozodbek Nazarbekov. E'tibor bering, bu so'zlarni madaniyat vaziri aytmoqda. Jorj Oruelning 1984-asarini eslaysizmi? Undagi Okeaniya davlatida vazirlikning nomlari va ularning qiladigan ishlari bir-biriga zidligini kulgili va achinarli qilib keltiradi. Tinchlik vazirligi doimiy urushlar qo'zg'aydi. Haqiqat vazirligi yolg'on tarqatish bilan shug'ullanadi va hokazolar deyiladi xabarda.